Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Easy Uzbek rubrikamizning birinchi sonini olishga qaror qildik. Hozir biz Samarqand shahridagi mashhur Registon maydonidamiz. Tasodifan uchratgan insonlarimizdan qisqa intervyular olib ko'ramiz va o'zbek tilida o'zini tanishtirish va kundalik hayotda ishlatiladigan eng oddiy jumlalar bilan sizlarni tanishtiramiz. O'ylaymizki, videomiz manfaatli bo'ladi. Tanishish uchun eng muhim savol bu shaxsning ismini so'rash. O'zbek tilida ism so'rash uchun quyidagi jumlalardan foydalanamiz. Ismingiz nima? yoki otingiz nima? Unga o'zbek tilida bunday javob beramiz. Mening ismim Dilrabo yoki men Dilraboman yoki ismim Dilrabo. Mening ismim Qurbonboy. İsmim Shahrizoda. Mening ismim Zafar. Xatang'i Shohida. Mening ismim Biloliddin. Ismim Shohruh. Azoza. İsmim Husayn. Ismim Husan. Navbatdagi savol. Yoshingiz nechada? Siz necha yoshdasiz? Bu insonning yoshini bilish uchun beriladigan savol. Unga javoban quyidagicha gap aytamiz. Men 27 yoshdaman yoki yoshim 27 da. Men 2004-yilda tug'ilganman, yoshim 22 da. 22 to'laman. Mening yoshim 23 da. 41 yoshda. 18 yoshman. 23 yoshdaman. 12 da. 24. Yoshim 32 da. Keyingi savolimiz, siz ishlaysizmi yoki o'qiysizmi? Siz nima ish bilan shug'ullanasiz? yoki siz nima ish qilasiz? yoki sizning kasbingiz nima? Men ishlayman, o'qituvchiman. Men xorijliklarga o'zbek tilini o'rgataman. Ushbu tarzda javob berish kerak. Hozirgi vaqtda men Samarqand davlat chet tillar institutida o'qiyman va shu bilan birgalikda xorijdan kelgan sayyohlarga tour guide, ya'ni gid tarjimonlik kasbi bilan shug'ullanib turaman. Xitoyda o'qiyman, Xitoy tili bo'yicha Alfa universitetida. Hozirda ishlayman ham o'qiyman ham. Bibikasiman. O'qiyman. Hozirgi vaqtda ishlayman. O'qiyman. 5-sinfda. Ham ishlayman, ham o'qiyman. Ishlayman. Insonlarning tug'ilgan joyi qanday so'raladi? O'zbek tilida buning uchun biz siz qayerda tug'ilgansiz jumlasidan foydalanamiz. Siz qayerda tug'ilgansiz yoki siz asli qayerliksiz? Javob beramiz. Men asli Bulung'urlikman. Men Bulung'urda tug'ilganman. Men asli tug'ilgan joyim Samarqand viloyati Tayloq tumanidaman. Men Samarqand shahrida tug'ilganman. Samarqand viloyati Urgut tumanida. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Jo'sh qishlog'ida. Samarqand Urgut tumanida tug'ilganman. Buxoro viloyati Qorako'l tumanida. Samarqandda. Samarqandda tug'ilganman. Toshkentda. O'zbek tilida yashayotgan manzilimiz qanday so'raladi? Siz qayerda turasiz? yoki siz qayerda yashaysiz? yoki siz qayerda istiqomat qilasiz? Javobimiz quyidagicha bo'ladi. Men Samarqand shahrida turaman. Men Samarqandda yashayman. yoki men Samarqandda istiqomat qilaman. Ayni damda aynan o'sha joyda istiqomat qilaman tug'ilgan joyimda. Hozir Xitoyda yashayman. Samarqandga как mehmon kelib ketaman. Samarqand shaharida. Jo'shda. Samarqandda yashayman. Samarqand shahrida. Samarqandda. Pastdarg'omda yashayman. Toshkentda yashayman.
Oxirgi savolimiz esa sizning sevimli mashg'ulotingiz nima? Yoki hobbingiz nima? Siz nimaga qiziqasiz? Bu savolni biz insonlarning qiziqishlari haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsak beramiz. Javobimiz: men kitob o'qishga qiziqaman. Men koreys seriallarini tomosha qilishga qiziqaman. Yoki hobbim kitob o'qish. Ko'pincha sportni futbol sohasiga ko'proq qiziqaman. O'ynashga emas, balki ko'proq tomosha qilishga albatta. Undan tashqari musiqa tinglashga va oz-moz kitob o'qishga ham qiziqib turaman. Qiziqishim musiqa, rasm, chizmachilik, tabiat, turizm, boshqa davlatlarni, chet ellarni ko'rish. Qiziqishlarim kinolar ko'rishga qiziqaman, futbol o'ynashga qiziqaman, voleybol sportlarga qiziqaman. Hobbim shu uy bekasi, ona bo'lish. Shifokor bo'lmoqchiman. Hobbim asosan futbol o'ynash va ko'rish. Kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Qiziqishim ko'proq kitob o'qish, sayohat qilish. Hobbim ko'proq treyderligada. Bugungi videomiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr!